Ayollar haqida talqinlar. Avtori Nazira Muhammad Salih. Uyghur xalqining faxrlik qizi va o'tkir fikrlik yozuvchi Nazira Muhammad Salih 1974-yili Urumchida tug'ilgan. 2017-yil 12-oyda dadisi Muhammad Salih hojim qatorliq bütün oilasikilar bilan tutqun qilingan. Ayol, oila va xizmat. Yer sharlishish va iqtisodiy taraqqiyot bizning turmush shaklimizga oz bo'lmagan o'zgarishlarni elib keldi. Ayollarning maktablarda o'qish, erlarga o'xshash turlik ijtimoiy xizmatlarga qatnashish imkoniyati kengayib, sirt bilan bo'lgan aloqasi qo'yiqlashdi. Buning bilan kasb va xizmatni eng muhim o'ringa qo'ygan, oila va farzandga bo'lgan mas'uliyat eng ojizlashgan ayollar oramizda ko'payishga boshladi. Ayollar oilada yerib charchaydigan, ishchi pushadigan, balasining tugamas jafolardan qutulish uchun oyog'i chiqqidek bo'lganni yasliga, yettigimi to'shmaganni aldirab tayyorliq sinfiga berib, aram topadigan. Yasinib jabdinib, sirtqa chiqsa, choyga barsa, boshqacha ruhlanib, xo'shallanadigan g'ayri normal psixika ayollarimizda avib qoldi. Hammadan yomon bo'g'ini mushundaq normalsiz qilmish ijobiy ahvol sifatida tunishtirildi. Oilasini tashlab, o'zini kasbga, xizmatga atabatgan ayollar sharaf munbarlardan o'rin oldi. Aktiv ijtimoiy faoliyatlar bilan jamiyatda tonilgan bir ayolning palach bo'lib qolgan erini uyda qo'yib, kesal kutish xizmatchisi yollab, kun bo'yi u faoliyat, bu yig'in deb talada yuradiganligini menga birisi aytib bergan edi. Halbuki shu ayol onalarning ulgisi bo'lib, radio, televizorlarda oila, farzand tarbiyasi haqida so'zlab yuradi. Davlatning xarobligi jamiyatning buzuqligidan boshlandi. Jamiyatning buzilishi o'z rolini yo'qotgan oilaning ko'payishidan boshlanadi. Ailening illati ayollik va onalik majburiyatdan bosh tortgan ayoldan boshlanadi. Erning haqqini to'nigan va joyida ato qilgan ayol insofsiz erni ko'chadan tortib akirib, oilaning bejirim to'rkiga aylantira oladi. Onalik burchini voyaga yetkazilgan ayol insof, diyonatlik, g'ayrat, shijoatlik, bilimlik farzandlarni o'z vataniga taqdim eta oladi. Ayol uchun buningdan ortiq ulug'liq, maqomi va muvaffaqiyat bo'lamdi. Hayotda qilishga tegishlik nurg'un ishlar bo'ladi. Ammo bular muhimlikda, qimmatda, ahamiyatda o'xshash darajada emas. Muvaffaqiyat qozongan odam dal ishlarni muhimlik darajasi bo'yicha radga turg'izib, eng zarurini boshda, uningdan to'varakini keyniga tizib bejirishni bilgan odamdir. Agar undaq qilmay 4-chi o'rindagisi 3-chisining oldiga o'tib olsa, 1-chi o'rinda turishga tegishliki hammaning keyniga o'tib qolsa, rivoj topolmay so'rilib yurganimiz yurgan. Bir-birini to'liqlab, hayotni takomillikka ega qilgan er bilan ayolning yoritilishda taqsim qilingan majburiyati bor. Er va ayolning fiziologiyalik va xarakter alayidligiga ajoyib mos kelgan bu taqsimotda ilohiy hikmat chaqnab turibdi.
Qarsangiz buning boshqacha bo'lishimi mumkin emas. Haqiqat shuki, jamiyat qancha taraqqiy qilsin, ayolning ayollik va onaliqdek muqaddas vazifasi o'zgarmaydi. Shundaqla uning qimmati va to'hpisi har qanday kasbdan ustun turdi. Biz o'zgarayotgan dunyoda turib, xilma-xil xirisqa duch kelyapmiz. Lekin onaning oiladagi va avlodlarni beqib tarbiyalashdagi muhim roli o'zgarmaydi. Ayollar munosib kasb bilan shug'ullansa, uni puxta egallash uchun ilm o'rgansa bo'ladi. Ammo shart shuki, bu oila baxti, farzand tarbiyasini zoya qilib o'tish hisobiga bo'lmasligi kerak. Undaq bo'lmaydigan, bu nihoyatda cho'ng xatolik hisoblanadi. Ayollik va onalikni oliy sharaf bilgan, uni hayotda erishgan baxti va muvaffaqiyatining o'lchami qila olgan ayollar ko'p yerda barakat va xotirjamlik qaror topadi. Undaq jamiyat fazilatlik va inoq jamiyat bo'ladi. Undaq oila baxt sho'llar parlagan oila bo'ladi. Ayol va farzand tarbiyasi. Bir soliha ayol menga mundaq degan edi. Mening eng qo'rqadigan va davomli pano tilaydigan ishimning nima ekanligini bilamsiz? Men bolalarimni tarbiyalashda mag'lub bo'lishdan eng qo'rqaman. Men uchun jinimni yenimga elib qo'yib turib, tuqqan. Yoshligimni, vaqtimni, zehnimni, ilkimdagi sarf etkili bo'ladigan jimi narsamni xo'rtib turib, beqivatgan bolalarimning yaramsiz bo'lib qolishidan qo'rqinchli ish yo'q. Shunga men yaxshi tarbiya haqida to'xtamay izdinaman. Boshqa turman. Vaqtning ko'p qismini bolalarim bilan birga o'tkazaman. Aramızda mushundaq deyalaydigan onadan qanchisi bordi? Xizmat oz kelgandek, to'y-to'kun, choy, o'ltirish, odamgarchilik, bozor cho'rgilash deganlar ayollarimizning ko'p qism vaqtini egallab ketdilik. Ammo bulardan erishgan tayini xushallik va huzur kelgusida yaramsiz farzand uchun to'kkan bir tomchi yoshqimi dal bo'lolmaydi. Men xeyli tuzuk hisoblaydigan bir ana gap orasida 8 yoshlik va 13 yoshlik ikki qizini o'ynatib kelish uchun suv o'zish klubiga elib borganligini aytib, mening chekchaygan ko'zimga qarab, "Voy, qo'rqmang. Erlar sal neriroqda cho'miladi. Ayollar bilan bir ko'lchakda emas" degan edi. Az kundan keyinla menga 13 yoshlik qizining bir o'g'il bilan yurayotganligi, telefonini tortib olib, kompyuterini tiqib deb, hatto dadisi ursimi? Gap anglamay, yana shu bola bilan uyning oldidami so'rishib yurganligidan datlab berdi. Ajablanmadim. Sharmi haya, adab axloq o'rgatishga tegishlik ana qizlarni kayniga silib, ayollar yalang'och degidak yuradigan yerlarga aparganning natijasi albatta shundoq bo'ladi. Ayol va kitob. Tanning o'ziqi taom bo'lsa, ruhning o'ziqi ilm hikmat. Onaning qalbi farzandning maktabidir. Kitobga yeris onaning qalbidan urg'ugan ilm ma'rifat nuri farzandiga eng yaxshi tarbiyani berib, uning hayot yo'llarini yo'rtadi.
Ay ötüp, yil ötüp, qo'liga kitob olmaydigan onaning qalbi qup-quruq bo'lib, na o'zini yo'rtishga, na farzandini to'g'ri yo'lga yetaklashga yaramaydi. Uyg'ur ayollarda kitob o'qimaslik masalasimi haqiqatan ig'ir. Hattoki kitob o'qimaslik odatga aylanib ketgan. Mayli aran savodi barlar bo'lsin yoki oliy ma'rif tarbiyasi ko'rganlar bo'lsin, biz ayollarda kitobga bo'lgan ishtiyoqni ko'rolmaymiz. Qarab baqsaq, xizmat talabi, unvon ehtiyoji uchun emas, mavjudlik uchun, insoniy kamolat uchun kitob o'qiydigan ayollar bak oz. Ko'nglimizni bakmi yerim qiladiğini ayollar so'rinida ilm bilan kitobdan bo'lak jimi gap so'zlar bo'linadi. Bizdak jamoatchilik eng kuchli millatlarda choy o'ltirishlar bak ko'p. Nemishqa hech bo'lmasa mushu yeb ichish, behuda parangdan boshqa ish yo'q so'rinlarimizni ilm so'riniga, yaxshi kitoblarni o'zaro tavsiya qilishadigan, muloyiza qiladigan so'ringa, farzand tarbiyalash haqida o'zaro fikr almashtiradigan, bu haqdagi yaxshi kitob, yaxshi usul chora, tajribalarni tunishtiradigan so'ringa aylantirmaymiz. Mening his qilishimcha, Uyg'ur ayollarining kitob o'qimasligida mundaq ikki turlik sabab bo'lishi mumkin. Buning biri kitob o'qishning ahamiyati, qimmati, uning shaxs va jamiyatga ko'rsatadigan kuch-qudratini tunib yetolmaslik. Yana biri kitob o'qishga rag'batlantiradigan, turtki bo'ladigan, qo'llaydigan ijtimoiy muhit, shart-sharoit va rag'batlantirgich kuchning bo'lmasligi. Men boshlang'ich maktabdagi chig'imda Urumchi shahridagi boshlang'ich maktablar aro kitob o'qish, maqola yozish, nutq so'zlash musobaqalari doim o'tkazilib turadi. Biz zo'r ishtiyoq bilan o'zimiz yozgan maqolalarni o'zimiz jonliq deklamatsiya qilib, birinchi, ikkinchilikni talashatdik. O'ylasam, kitobga bo'lgan ashundoq rag'bat bolalarni dastlabdala kitobga bog'laydi ekan. Rossiyalik Lona Charsky mundaq degan: Kitob o'qimaydigan savodliq odam nimaga asqatar? Bundaq odam yana takror savodsizlikqa mahkumdir. Haqiqatan kitob o'qimaslikni savodsizlikning yana bir turi deyishga haqliqmiz. Ayollar o'zini va dunyoni bilish uchun kitob o'qish kerak. Har vaqt erni o'ziga bog'lab turadigan farosatlik, mehrli xotin bo'lish uchun kitob o'qish kerak. Yaramliq farzand tarbiyalash uchun kitob o'qish kerak. Oilasini baxt qo'rg'oniga aylantirish uchun kitob o'qish kerak. Ijtimoiy taraqqiyotga bir kishilik hassa qo'sha oladigan jamiyatning tirik hujayrasi bo'lishi uchun kitob o'qish kerak. Agar mushu tarzda yozsak, kitob o'qishga bo'lgan minglab ehtiyojni yezish mumkin. Ayolning vaqti cheklik va to'limi qimmatlik. Shunga xuddi do'stni tanlab tutgandek, kitobni tanlab o'qish, qaysi mazmundagi kitoblarni o'qishmi ta'kidlashga tegishli masala. Men bir qism ayollarni taniyman. Ularni kitob o'qimaydi desam, yolg'on aytgan bo'laman. Biroq o'qig'inidan hech bir manfaat, unum hosil qilmaslikda ular kitob o'qimaganga barobar. Chunki ularning o'qiydig'ini butunlay to'qilma voqeliklar asosida yozilgan oddiy turmush voqeliklardagi ishq, muhabbatdan o'zga parang yo'q hikoya, romanlardan iborat.
Kitob o'qishdagi eng cho'ng maqsad uningdan manfaatlanish. Kitobdagi ilm, hikmat, ilg'or ideya, aktiv tafakkurni o'rganish va hayotimizga tatbiqlashdir. Ammo ich pushqini chiqarish uchunla kalla ketmaydigan, bizni o'ylandira olmaydigan, tafakkurga boshlay olmaydigan kitoblarni o'qish vaqt isrof qilishdan boshqa narsa emas. Шуңа hazm qilish oson, ko'ngil ichish xarakterdagi kitoblar ayollarimizning tanlash doirasidan neri turish kerak. Klassik diniy asarlar, adab-axloq, farzand tarbiyasi, tarix, ijtimoiy masalalar tema qilingan, shundaqla mashhur yozuvchi adiblarning asarlari bizga haqiqiy naf berib, aql quvvatimizni oshirdi. Bizda eng go'zal orzu tilaklarni uyg'otdi. Bizga oliyjanob maslahat berdi. Kitob bizning illatlarimizni xuddi o't mayni eritgandek eritdi. Chunki kitobning odam tarbiyalash kuchi hatto muntazam maktablarda olgan bilimning qudratidan cho'ng. Abdurahmon Jamining kitob haqidagi munu misralari ayollarimizga o'rnak bo'lskan deyman. Kitobdan yaxshiroq do'st yo'q jahonda. G'amxo'ring bo'lgan u g'amlik zamonda. U bilan qol tanho, hech bermas azor. Jiningga yuz rohat, bergusi takror. Tugidi. Hikmatyor Ibrohim tayyorladi. Manba Uyg'urlar Tor jurnalining 2 sonidan ilindi.